Assalomu alaykum do'stlar. Python 0 dan kursimizning 5-darsiga xush kelibsiz. Agar siz dasturlashni 0 dan o'rganayotgan bo'lsangiz, bu dars juda muhim. Chunki bugun biz Pythonda operatorlarni o'rganamiz. Ya'ni Python qanday hisoblaydi, qanday solishtiradi va qanday tekshiradi. Bo'lmasa boshladik. Xo'p, birinchi arifmetik operatorlar. Avval arifmetik operatorlarni ko'ramiz. Bular oddiy matematika amallar. Qiymat berildi 13. Xo'p. Qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish, butun bo'lish, keyin qoldiq, daraja. Qoldiq, daraja. Xo'p. Plus bu ko'paytirish. Ayruv minus ya'ni. Bu ayirish. Hop. Bu ko'paytirish. Voy. Bu bo'lish. Bu butun bo'lish. Qoldiq. Ikkita ko'paytirish belgisi, ya'ni yulduzcha, bu darajani hisoblash. Daraja. Endi buni sizlar bilan terminalda ishlatib ko'rsataman. Ayirish 7. Mana 10 dan 3 ta ayiryapti 7. Ko'paytirish 10 da 3 ga ko'paytiryapti 30. Bo'lish. Hop. 10 da 3 ga bo'lyapti 3 butun 3 va 5. Hop. Butun bo'lish. Bu butun bo'lish 3. Qoldiq 1. Daraja 1000. Endi bu ko'rib turganingizdek, Python oddiy matematikani juda oson bajaradi. Endi solishtirishni ko'ramiz. Bu solishtirish. Xo'sh. Ikkinchi qism taqqoslash. Taqqoslash operatorlari bizga ikkita qiymatni solishtirish imkonini beradi. Natija doim true yoki false bo'ladi.
Bu teng, ya'ni tengmi degani degan ma'noda beradi. To есть, hop, bu teng emasmi degani katta, kichik, katta yoki tengmi degani. Katta yoki teng, kichik yoki tengmi. Hop, endi buni terminalda ishlatib ko'ramiz. Hop, teng false, teng emasmi true. 5 ga masalan 10 tengmi? Yo'q, значит false. 5 ga 10 tengmi? Teng. Teng emasmi? Короче, teng emasmi? Da, true. Agar katta bo'lsa, mana false bo'ladi. 5 dan 10 katta emas. Значит, noto'g'ri false. Agar x dan y kichkinami? True. Kattami yani. Da, kichkinami? Da, короче, 10. True. False, true. Va oxiri. Katta yoki kichkinami? Python bu yerda bizga mantiqiy natija qidiryapti. True yoki false. Bu keyingi darsda juda kerak bo'ladi. Xo'p, endi sizlarga topshiriq. Agar natija true chiqsa, buni bajarib ko'rasiz terminalda. Agar natija true chiqsa, bu balog'at yoshidasiz. Agar false chiqsa, hali voyaga yetmagansiz hisoblanadi. Keyingi darsda biz if va else ni o'rganamiz. Python aynan shu joydan aqlli bo'lishni boshlaydi. Agar video foydali bo'lsa, like bosishni unutmang. Keyingi darsda ko'rishamiz.